Erim mendan battar arab blogerlarni kuzatadigan bo'lib qopdilar. Shu ovqatni tashab menga "Sana bir bugun shu ovqatdan qiginchi" deb yozib yuboribdilar. Xo'p bo'ladi, qaning ko'ramiz, meni qo'limdan kelarmikan dedimda qilishga tushib ketdim. Xullas kartoshkalarimizni xuddi shunaqa qilib o'rtasini tozalab olishimizga to'g'ri kelar ekan. Bu ham bitta ish bo'lsa kerak, vaqtni olsa kerak dedim. Yo'q, qatta 5 minutda bo'ldim. Yangi chopperimni hozir ishlatmasam qachon ishlataman dedimda qiymamni ham aynan shu chopperda qilib oldim. Bir dona piyozni mayda qilib to'g'rab, xalq tilida aytganda o'ldir vagongacha qovurib olamiz. Ana oldin buvilarimiz aytishardi-ku, piyozni kuydirib olma, o'lsa bo'ldi deb. Xullas, tayyorlab olgan qiymalarimizni solib, yana yaxshilab qovurib olamiz va bir dona pomidorni xoliseli qirg'ichdan chiqaraylik, xoliseli chopperdan chiqarib sovaramiz va tomat solib, kerakli ziravorlarni va albatta tuzini solib, yaxshilab qovurishda davom etamiz. Rangi och tuyulganlar menga o'xshab qizartiradiganinglarni sovorishingiz mumkin. Onam berib olgan qizartiradigan esimga tushib qolib, ochib, undan 1,5 qoshiqqina sovordim va rangi juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. Xullas, endi tayyor qiymalarimizga ozgina yarim stakan suv solib, 10 minut 15 minutga dimlab qo'yamiz. Sizlarga to'g'risini aytsam, bu ovqat tayyorlayotgan paytimda ro'za og'iz edim, lekin shunaqangi hidlari ishtahamni ochib yubordi. Qiymasi ham sochnikkina bo'lib chiqdi. Xullas, endi qiymalarimizni kartoshkamiz ustiga solamiz va sirli bilan ustini to'yintirib olamiz. Paketidan pomidor so'ki va ozgina suv solib, qizib turgan duxovkaga 15 minut 20 minutga qo'yib yuboramiz. Endi mazasiga keladigan bo'lsak, arablar ham o'zi bilishar ekan, mishi mazasi shunaqangi zo'r bo'lib sochli bo'lib chiqar ekan, tayyorlaganingizga umuman afsuslanmas ekansiz. Xullas, tayyorlab ko'rishinglarni maslahat beraman va bugun bu mazali taomdan bahramand bo'lishinglarni talab qolaman. Tayyorlab ko'rmoqchi bo'lganlar videoni saqlanib qolinglar. Sochliligini qaranglar.